Siz nima deysiz qanday? Men o'tgan safar ammalariga ham aytdim. Bu dugonalariga ham aytdim. Videoga olayotgan dugonalariga ham videoga olish uchun mendan ruxsat so'rashingiz kerak edi. Dugonalariga ham aytdim. 1,5 oyda уже bemalol syomkaga chiqadilar deb. Bo'ldimi shu gap? Bo'ldi shu gap. Mana shu. Xo'p, endi ko'kosh sanda qolayotgan gap, bularda qolayotgan gap. Hamma siz ham o'tiring, bir-birimizdan ko'rib o'tiraylik. Yo'q, hozirgi holat bo'yicha yo'q, boya buni aytdim-man. Infeksiya tushish haqida boya sizga aytdim, ko'pchilik mumkin emas dedim, endi aytyapsiz buni. Men boya shu gapni hammaga aytdim. Mumkin emas. Hozir bormanga aytsa, infeksiya deb. Yo'q, odam soni ko'paydi yana boyagidan. Boyagidan emas, unitiki. У меня всё в телефоне есть. Всё. Bemalol. Всё. Men o'tdim sizga. Shuni biling bo'ldi. Всё есть у меня telefonda. Diktafondan, video ham, rasmda ham har bitta odam bitta narsada psixik haligi onkologiyada ham suv bersa davolanib qoladi. Yo'q, siz xohlaysizmi yo bo'ldi, o'tdingiz. Oppoq bo'lsa ham yo'q deydi. Men bu chunki u sizni shuncha kun davomida ko'rmadim sizda. Oxirigacha gaplashib ololmadim. Gaplashib olaylik, ko'kosh. Sen hozir mana. Yo'q, hozir men gaplashib olaylik. Turkiya hozir men ular berdigan uchun siz bilan, vrach bilan siz. Yo'q, mana biza gaplashib olishimiz, gaplashyapmiz. Umidga bilan cho'zilyapti, aytyapman. Men yotib davolanmayman. Uje bu yerdagi ishlaydiganlar, bu yerning direktorlari, menejerlari men uyimdagilarga uje gezdirib qarab, salomlashmayapti. Hech hamma dushmandek. Men bu yerda o'zimni ishonib qoldirib tura olmayman. Oldin gaplashib olaylik. Hozir aka bilan gaplashib, konkret fikr olgan. Keyin Turkiyada vrach bilan gaplashmoqchi bo'lganim uchun Shok qilgan situatsiya operatsiyadan keyin prostinya o'rab qo'yishibdi korset kiydirmasdan. Представляете? Cho'zi dolboyob doktorlar, ey, qayoqqa borayotganinglarni sal tekshirib boringlar, odamlar. Korset kiydirmasdan prostinyaga o'rab qo'yibdi. Ёб твою мать, господи, боже мой. Hozir aytyapti, Kamolov aytyapti, doktorlar baxilasiz, hamma kirib chiqib yotibdi deydi. Ужасное отношение deydi. Вообще kapets. Nima bo'layotganini 1 oydan beri yotibdi qiz bechora, 1 oydan beri. Mayli qo'yinglar, shum qilmay turinglar, tuzalib ketarman deb. Mana chidolmasdan oxiri gapirib chiqdi. 1 oy bo'pti, 1 oy. O'rtoqlar, bilasizlar, meni ishxonamda tozalik farishtam bor, Kamoli, u o'zi anaqada ishlaydi. Xirurgiya bo'limida ishlaydi, reanimatsioniyda, Toshkentda. Meni massajistka qizlarimning xonasiga ham hattoki kvarts oldirdi. Kvarts bu har bitta postoperatsiyon xonada bo'lish kerak, og'ir operatsiyonda ayniqsa. Biz oddiy massaj qiladigan joyga kvarts qo'yganmiz, mikroblarni o'ldirib turish uchun. Har doim qanaqadir operatsion muolajalardan keyin u abdominoplastika bo'ladimi, bariatriya bo'ladimi, umuman kosmetologiya bo'ladimi, ginekologiya bo'ladimi, qizlar обязательно oldinglarga begona odam kirgizmanglar. Baxilada bo'lsin, stroga. Har doim qo'lingizda dezinfeksiya qilingan holatda bo'lsin, maskada iloj. Umuman odam kelmasin, bir hafta 10 kun dam olishingiga put bo'lsin. Shunda ham qo'lingizdan telefon tushmaydi, mikrobning eng katta koni. Yaxshi qarasan vrachlar sizlarga. Yaxshi ovqat, yaxshi vrachlarning nazorati bo'ldi. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi dam oldinglarmi? Kechagi gaplarga keladigan bo'lsak, ko'kosh masalasida ko'pchilik aytibdi, birinchi Jasmin gapiradi, keyin qolganlar gapirib chiqadi deb. Chunki bitta mardi kerak-da, ichimizdan yorib chiqib gapiradigan shu mardlardan biri Jasmin. Lekin kechaginda biz bormaganimizda bu gaplar yo'q edi, to'g'risini aytaman. Da bo'lgan ko'kosh sabr qilib yotgan. Men kecha borib vohma qilib tashladim. Bu gangrenaga o'xshayapti. Men gangrenani ko'rganman. Nekrozga ishim tushmagan. Gangrenani kinolarda, boshqa joylarda ko'rganmiz. Bu chirish o'sha asosan konечностьlarda bo'ladi. Mayli hozir ko'koshda bo'lgan narsa bu nekroz, ko'jani atroflarini chirishi, bu insonni o'zini organizmida qanaqadir yetishmovchilik sababdan ham bo'ladi va eng katta sabablardan biri mikrob tushib qolishida, yaxshi qaramaganlikda. Mikroz emas, nekroz ko'ji deyiladi. Google'ga ham yozsangiz bo'ladi. Lekin bitta narsani bilaman. Men kecha ko'kosh rasmini ko'rganimda, endi hozir yopib qo'yishgan perevyaska qilib, o'sha joyini kesib olib tashlashgan, qora joyini, ichiga qanaqadir spetsialniy o'sha vrachlarning o'zini gubkasiga o'xshagan narsa tiqib, endi u yerdan sel oqadi, boshqa qiladi, drenaj qilib qo'yishgan yerga. Drenaj nima qilyapti? Shlankada ko'koshi o'sha selini sug'urib chiqaryapti. Ya'ni o'tga quruqlik kerak.
Menda hozir yaqinim bor, go'zal aytdilar, o'tga ko'mali spesialniy o'zini plastrlari bor qo'yish kerak. Men qaraydi, u plastr qo'yadigan joy emas. Nihoyatda katta joy. Mana shunaqa joy desam, yo'q, ko'mali uni kattalari bor, spesialniy после servisичения qo'yiladigan. Xudo xolisa borsalar go'zal gaplashsalar Ko'kosh bilan o'zlari aloqaga chiqib yordamlarini beriladigan umiddaman. U Dubaydan keltirilar ekan u plastr. Qo'limizdan kelgancha hammamiz yordam berishga harakat qilamiz. Ko'kosh o'zi pul taraflama ham nimadir taraflama yordamga muhtoj qiz emas. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Menimcha vrachlar ham o'zligini yelkanligiga, zimmaligiga olib yordam berishadi, qattiq davolash. O'zi eng yomon ko'rgan narsam boshqalarning muammosiga aralashib qolish, boshqalarning muammosini ko'tarib olib chiqish. Endi bu sog'liq haqida-da, masalan, balkim vallohu alam bu taqdir azal deyiladi, lekin asragan Alloh asraydi deyishadi. Halimpa ham balkim xalqqa chiqib gapirganlardami? Balkim degan gap ko'p. Endi bu taqdir azal. Mayli, Halimpa ham mana shunaqa bo'lib ketdilar. Endi Ko'koshni ko'rib turib biz jim tura olmaymiz-da. Endi kimdir yuzini, kimdir klinikasini yuzini, kimdir misqillab topgan mehnatlarini hozir bir tinga chiqarayotgandirmiz, lekin bir insonning hayoti haqida gap ketyapti. Может быть, bunaqa insonlar ko'pdir. Ha, senda hech nima qilmaydi, bu qon talashib qolganda yaxshi bo'lib ketadi deb aldab olib o'tirishgandir. Balki doktor, vrachlarni o'zi bilmas. Mayli, bitta vrach bilmas, ikkita vrach bilmas. Nahotki butun boshli klinikada buni hamma gematoma deb o'ylasa. Это же явно не гематома, это же chirish. Men vrach emasman, lekin yaxshi ham vrach emasman. Lekin bu narsalarni ko'rishingiz uchun hozirgi zamonda siz vrach bo'lishingiz shart emas. Ko'rinib turibdi-yu, bu hech qanaqa qon talashgan joy emas. Qon talashish bu urib olsangiz ko'karadigan joyingiz qon talashib qoladi. Yana qon talashadigan narsalar ko'p. Qon talash sekin-sekin yoyilib, ocharib yo'q bo'lib ketadi. Bunga o'xshab borgan sari qorayib ketmaydi. Boshida mana bundoq bo'lgan yarasi, o'shanda bular qon talashgan, popib ketadi, to'sxon deb yotqizib qo'yishgan. Bu ham indamay yoturgan. Mayli, endi barterga buni reklamaga operatsiya qilib berishganmi? Reklamaga, lekin pul olmagan, %100 o'zini og'zidan eshitdim kecha. Men даже pul, men aytdim, "Sog'lig'ing shuni pulini olib reklama qilishga arzirmidi Ko'kosh?" Komol opa, men pul olmaganman, men faqat da, может быть, shu uslugalarni menga tekin qilib berishgan. Xullas tuzatib berishlik kerak Ko'kosh. Xullas o'sha joy olingan, narsa qo'yilgan. Endi 5 ilohim tezroq tuzatsin, 1 oydan 5-6 oygacha o'sha joyda koja o'sib chiqish kerak. Baxtimizga Ko'koshda sahrli diabet yo'q, qand kasalligi yo'q. Qand kasalligi bo'lsa, u narsa bitishi juda ham qiyin bo'lardi. Chunki qand kasalligida hattoki qo'lini kesib uzoq muddat yaralari bitishi qiyinlashadi deyshadi. Из-за того, что o'sha larbi. Vas. Bo'ltash yuborur. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Men o'zi birovni ishiga, birovni kashasiga aralasha olmayman, lekin bu sog'liq haqida gap ketadi. Ko'rib turib jim ketish g'alati edi. Kecha ham istoriya qo'ydim, lekin o'chirlashanim. Endi birov misqillab topgan obro'si deymiz, birovni misqillab topgan klinikasi deymiz, birov harakat qilyapti. Mayli, xo'p bitta odamda shu voqea uchragandir, boshqada bo'lmas degan yolg'on gapirish kerak emas-da. Nekroz deydi. Xullas, hammaning omadini bersin. Hammaga hisob bersin. Har bir kasallik o'z nomi bilan atalib, o'sha kasallik o'zi kerakli darajada menimcha davolansa yaxshi bo'ladi. Endi bilmayman, kecha balkim yaxshilikka bordikmi, yaxshilikka emasmi, bilmayman, to'g'risi. Qanaqadir ma'noda biz hozir klinikani yomonlab qo'yayotgan insonlar bo'lib qolamizmi? Lekin kechirasizlar, menimcha o'tda har bittanglar yaqin insoninglar, tanishinglar yotsa, menimcha sizlar ham rostini gapirgan bo'lardinglar. Endi bilmadim, ko'ramiz. Bu yog'iga vaqt davo yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa klinikaligiga ham putur yetmasin. Hamma o'zini xatosi ustida ishlashni bilishsin. Bunaqa narsalarga yo'l qo'yishmasin. Hech kim kasal bo'lsin, nekroz bo'lsin, gangrena bo'lib ketsin deb operatsiya qilmaydi. Hamma yaxshi bo'lsin deb o'zini muolajasini qiladi. Yaxshi niyatda, mayli, hech kim ayblamaymiz, lekin yaxshi qarashsin.